بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير النساء امرأة إن نظرت إليها سرتك وإن أمرت فطاعتك وإن غبت عنها حفظتك في مالها ونفسها. ثم تلا الرجال قوامون على النساء. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: ayalların en bir жақсысы bir ayal agar qarasang seni suyuntirib tursa, ayalinga qarasang shu rozi bo'lib tursa, bunday aytganda ayaling sana qovog'ini ochib, yuzini ochib, qovog'ini salvoy qarab tursa, eng bir yaxshi ayal o'shol deydi. Agar kuyov birdekani buyursa, o'sha buyruqni bosh yesa. Agar bir yoqqa safarga ketsa, al ayal o'sha kuyovning molini isrof qilmay, xiyonat qilmay saqlasa, o'z nafsini da saqlasa, eng bir ayalning yaxshisi shunday ayallar bo'ladi. Negizi Alloh taolo Qur'oni Karimda aytib qo'ygan: "Ar-rijalu qawwamuna 'alan-nisa", bu erkak kishilar ayallarning ustidan quvvatli bo'lib turadi. Ya'ni ayalning tushugi, uy bilan tushugi barlig'i erkakning mo'ynida. Ayallarga qaraganda erkaklarning huquqi zo'r, kuchida zo'r. O'sha ayal jonunda bu erkaklar qiyomat kuni javob beradi. Bu erkak o'sha ayalni tarbiyalash kerak. Qiyomat kuni qanday tarbiyalagan, o'shaning uchun javob beradi deydi. Anasi Malik aytadi, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytgan: ayal kishi agar 5 vaqt namozni o'qisa, bir yilda 1 oy ro'zasini qarmasa, o'zini denesini kuyovga xiyonat qilmay saqlasa, kuyovni bosh yesa, beshikdan barliq eshiklar ochiq deydi. Xohlagan beshikdan, xohlagan eshikdan kirib ketaversin deydi. Yana Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytgan: al-mar'atu solihatu khayrun min alfi rajulin g'ayri solihin. Bir ayal soliha bo'lib, toza bo'lsa, taqvoli bo'lsa, 1000 erkakdan da misali taqvoli emas 1000 erkakdan o'shal ayal Alloh taoloning aslida yaxshiroq, darajasi yuqoriroq bo'ladi deydi. Va ayyu imratin khadimat zawjaha sab'ata ayamin ughliqa laha sab'ata abwabin nar. Qaysi bir ayal kuyovsini ixlos bilan, hurmat bilan, sevgi bilan 7 kun xizmat qilsa, agar 7 do'zaxning eshigi bekiladi deydi. 8 beshikning eshigi ochiladi deydi. Anan o'sha eshiklardan xohlagan eshikdan beshikka kirib ketadi, hisobsiz, kitobsiz, hech qanday hisob qilinmay beshikka kirib ketadi ekan. O'qiyanlar Rasululloh fi ahdi Nabiy alayhi vasallam xaraja g'aziyan faqala li-imratihi la takhruji min hadhihi al-bayt. Murda Rasululloh sallallohu zamanida bir kishi bir so'g'ishga ketayotib, ayolga aytgan ekan: "Sen shu uydan chiqmaysan. Men shu so'g'ishdan qaytib kelguncha uydan chiqmay o'tirgin" degan ekan. Keyin o'sha uchurda ayolning otasi o'rib qoladi ekan. Ayol Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga bir elchi jo'natib, ruxsat bersangiz men otamni borib qarab kelsam, biroq kuyovim chiqmag'in deb aytib ketganini desa, Payg'ambar o'zi aytgan ekan: "Kuyoving o'shanday degan bo'lsa, kuyovingning amrini tutqin, kuyovingni boshiga chiqmag'in" debdir. Shunday bo'lib, qancha jo'lo qizning otasidan xabar keladi, kelsin deb, bu qizda bu ayolda Payg'ambarimizga qancha jo'lo odam jo'natib chiqaveraymi deb, Payg'ambarimiz taqir ruxsat berib qo'ygan ekan. Ering shunday deb tayinlab ketgan bo'lsa, eringning buyrug'ini chiqar, eringga bosh yegin deb. Shunday boyaga ayol kuyovining amrini tutib, uydan chiqmay otasida o'lib ketgan ekan. Otasini ko'rmay qolib ketgan ekan. Kuyovining uyida sabr qilib o'tiravergan ekan, shu kuyovi kelguncha. Kuyovi kelgandan keyin anan Alloh taolo Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga vahiy to'rali xabar bergan ekan. O'shal ayol kuyovisini bosh yeganligi uchun barliq gunohlarini Alloh taolo kechirdi deb Payg'ambarimizga Alloh taolodan vahiy kelgan ekanda. Qala sallallohu alayhi vasallam: "Iza ghasalatil mar'atu siyaba zawjiha kataballohu laha alf hasana." Janob Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytgan ekan, agar ayol kuyovisining kiyimini juvsa,
Alloh taolo o'shal ayolga 1000 yaxshilik savob beradi debdi. 1000 degan gunohlarni o'chiradi. Yana o'shal ayolga shu kun kiyib turgan narsa daraxt bor, tosh bor, suv bor, jonivor bor, shular barlig'i o'shal ayolga istig'for aytadigan. Yana o'sha ayolning darajasi 5 ta 1000 daraja ko'tarilgan. Ayol degan kuyovini xizmat qilsa, shunday darajalarga savob ega bo'layotganda. Ana Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu annahu qala Rasululloh ayyuma imratin azaba zawjaha bil sana fa hiya fi la'natillahi wa sakhatihi wa la'natil malaikati wan nas ajma'in. Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytgan qaysi bir ayol kuyovsini azob bersa tili bilan qarg'ab, jijaman so'z aytib kuyovsini azob bersa, o'shal ayolga Alloh taolo la'nat aytadi, ferishtalar la'nat aytadi, barliq odamlar la'nat olib, Alloh taoloning g'azabi ochuvda bo'ladi dedi o'shal ayolga. Usmon roziyallohu anhu qala samit Rasululloh sallallahu alayhi vasallam imra'atin qala li zawjiha ma ra'aytu minka khayran illa ahbatallohu amala 70 sanatan. Wala kanat tasumun nahara wa taqumul layl. Cenab-ı Peygamber aytgan qaysi bir ayol kuyovsini aytsa, men senin hech bir yaxshilik ko'rmay qo'ydim, yaxshiligini bilmayman, yaxshilik ko'rmadim desa, o'shal so'zi uchun Alloh taolo boya ayolning 70 yillik ta'dibodat kuygizib yuborgan. Shu 70 yilning ichida tuni kun namoz o'qib, tuni kun ro'za qarab turgan bo'lsa-da, bari kuyib ketayotganda. Abdurrahmon ibn Avf qala sami Rasululloh yaqul ayyuma imratin dakhalat ala zawjiha al-ghamma fi nafaqati aw kallafatu ma la yutiquhu la yaqbalu Alloh minha sarafan wa la adlan. Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytgan qaysi bir ayol kuyovsining yuragini bir qayg'i kirgizsa, nafaqa jonunda yaşa kuyovning qo'lidan jo'q narsalar talab qilib, kuyovning aqlina boshina bir qam kirgizsa, Alloh taolo o'shal ayoldan o'qqan farzlaridan nafllarini qabul qilib qo'yadi deydi. Abdurrahmon ibn Amr anhu qala sallallahu yaqulu la kana jami'u ma fil ardi zahaban wa fizzatan wa hamalathu imra'atun ila bayti zawjiha. Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytgan ekan, agar shu yer yuzidagi barliq narsalar oltin kumush bo'lib, o'shalarning barlig'ini bir ayol kuyovsining uyini ko'tarib kelib, anan simiqtansa, mana shular barlig'i meniki, sen eshitgan yo'q deb simiqtansa, ahbatallohu amalaha. O'shal ayoldan but barliq amallarni savobdan tushirib yo'q qilavergan. Ayol qancha boy bo'lsa-da, otasidan bajo ko'tarib kirgan bo'lsa-da, kuyovga simiqtanib kuyovning isidan jo'qorib olishligi to'g'ri kelmayotganda. Ibn Abbas qala Rasululloh يقول أيما امرأة خرجت من بيت زوجها بغير إذنه لعنها كل شيء طلعت عليه الشمس. Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytgan qaysi bir ayol kuyovning uyidan kuyovdan ruxsatsiz ishga chiqib ketsa, o'shal ayolga shu kun kiyib turgan, kun ko'rib turgan narsalarning barlig'i la'nat aytadigan. Qayra shu uyga kelib kirguncha-da. Ibn Abbas roziyallohu anhu annahu qala sallallahu aleyhi ve sellem al-mar'atu iza kharajat min babi dariha muzayyanatan mu'attaratan. Tayyib. Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytgan ekan, bir ayol misali o'zini qo'zlab, jasanib, attirlarni sevib uydan chiqib ketsa, kuyovi ayolin o'shal chiqib ketganligi uchun rozi bo'lsa, Alloh taolo o'shal kuyovi uchun shu ayolin har bir bosgan qadami uchun dozoqdan bir uy qurib qo'yadi deydi. Kuyov o'shanday ishlarga rozi bo'lish kerak emas ekan, ruxsat berish kerak emas ekan. Agar tek qo'ysa, bunday aytganda dais bo'lib qoladi ekanlar. An Salman annahu qala dakhalat Fatima radhiyallohu ta'ala anha ala Rasululloh sallam. Salman radhiyallohu anhu aytadi, Fatima enamiz bir kun Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning uyiga kirdi deydi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga Fatima enamiz borib turib, ko'zidan yosh o'ylab yubordi. Tushda o'zgarib ketdi. Ana Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi, "Sana emna bo'ldi yo qizim?" dedi. Deganda Fatima aytdi, "Ya Rasululloh, meni bilan kuyovim Alining o'rtasida bugun kechqurun biroz talash tartish olib, o'zimdan bir to'rama so'zlar chiqib ketib, Alini men xafa qilib oldim. Alining xafa bo'lganligini ko'rib,
Anan oşol özümni qilgan işimi, aytgan sözümü ökünüp, pushaymon qilib, qayg'irib, g'am jeb, anan Hazrat Aliga jalınıp, jalvarıp, kechirim so'rab, 7 jol tavof qilib aylandim deydi. Aylanaverganimdan keyin tavof qilib, oxiran Hazrat Ali menga rozi bo'lib, bitime qarab, kulib, roziligini bildirdi deydi. Men bo'lsa dag'ili qo'rqatam Alloh taoladan. Birle narozi bo'lib qolsa, kuchkala shuni roziligini bildirgan bo'lsa, ertaga qiyomat kuni qanday javob beraman deb qo'rqqanligimdan dag'ili ilayapman degan ekanda. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytgan ekan, men ant ichib aytaman, o qizim debdir. Agar o'sha Hazrat Alini rozi qilganingcha o'lib qolganingda, Ali senin rozi bo'lmay qolganda, men senin janozangni o'qib aytilim degan ekanda. Mana bu kuyovni rozi qilish shu darajagacha o'ta bir cho'ng gunohga jo'tatganda. Shu sebepten bu masalalarni ko'pincha ayollar bilish kerak ekan. Ayollar kuyovni mumkinchiligi bo'lishuncha rozi qilish kerak ekanda. Ayollarga Allohning roziligi kuyovning roziligiga bog'lanishli ekan. Kuyov rozi bo'lsa ham Alloh taolo rozi bo'ladi ekanda. Kuyov norozi bo'lsa, undan Alloh taolo da norozi bo'ladi ekan.